Hammaga salom azizlar. Bu Exness brokerning pro hisobdori $10 depozit qilingan, $10 ko'tarishga harakat qilyapman va oltin instrumentida ikkita 001 mikrolotlarimizni buy zilkasini ochib qo'yganman. Xo'p, nimaga buy zilka bu yerdan kiryapman? Axir narx pastga tushyapti. Birinchi sabab mana bu minimumimizni ko'rishimiz mumkinki, biroz avval Yevropa sessiyasining o'zida yangilab qo'yyapti mana bu minimumni. Narx odatda minimumni yangilagandan so'ng orqasiga atkal berish kerak. Bu birinchi narsa. Ikkinchidan, mana bu tarafdagi talab zonamizga narx o'sha kelib kalla qo'yyapti. Bu esa ikkinchi sababi. Xo'p, hozircha narx ko'tarilish niyatida yo'q. Tarixga qarasak, juda ham ko'plab misollar ko'rishimiz mumkin. Har safar minimum yangilagandan so'ng oltin orqaga prosta jostki ko'tarilgan, prosta agressivni ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. Shundan kelib chiqib, shu teoriyaga ishongan holatda men bu yerdan buy zilkasini ochib qo'ydim. Depozit juda ham kichkina. Mana shu depozitni ko'tarmoqchiman. Ko'ramiz, ochgan bitimimizning natijasi qanday yakunlanadi. Aytganimdek, tarixda juda ham ko'p marta minimum yangilangandan so'ng orqaga korreksiya, atkatlar juda ham ko'p kuzatilgan. Bu ham bitta teoriya. Ko'ramiz, kichkina summa depozit qilinib, bu teoriya o'zini qanchalik oqlashini. Azizlar, aslida trend sana do'sting, trendga qarshi savdo qilma degan gaplar bekorga bejiz aytilmagan, chunki trendga qarshi savdo qilib, potensialga qarshi savdo qilib, faqat pulingizni yo'qotganingiz qoladi. Istalgan payt bozor bizni teoriyalarimizga, qilgan analizlarimizga tupurgan holatda xohlagan tarafga qarab ketib yuborishim ehtimoli yo'q emas. Vot, mana tepaga impuls boshlanganini ko'rishimiz mumkin. Impuls bilan pastga tushdi, minimumni yangiladi va yuqoriga mana bunday impulslar bo'lyapti. Minimum yangilangandan so'ng o'z-o'zidan pastdagi buy orderlarga, ya'ni juda ham ko'pchilik o'rnatib qo'ygan buy orderlarga kalla qo'ygandan so'ng tepaga bunday ko'tarilishi mantiqqa to'g'ri keladi. Yana bir ehtimol ham yo'q emaski, Amerika sessiyasiga 40 minutlarcha vaqt qolyapti. 5:30 da Amerika sessiyasi kiradigan bo'lsa, o'ylashimcha narx bir yuqoriga, osmonga o'sib beradi. O'sib berib keyin yana har kungidek pastlaydi deb o'ylayman. Day do'stlar, tepaga uchamizmi? Nu ko'ramiz. O'sha yemagan teoriyamiz o'zini bugun oqlaydimi yo'qmi? To'g'ri bitim ocholmayapman. Da. Nima yemagani? Azizlar, men tushunmayapman. Nimaga men bitim ocholmayapman bu yerda? Kimdir bunga tushunadimi? Nimaga bitim Mana azizlar, men kutgan harakat, men kutgan impuls mana shu edi. Ot klass. Azizlar, mana shu men kutgan harakat bo'ladi. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest that always said to do. Yemagan nazariya va mega profit. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? $10 bilan normali profit qilib oldik. Xo'p do'stlar, endi yuqoriga ko'tarilganda sel kirishimiz mumkin deb o'ylayman. Ya'ni mana bu yerlargacha bir ko'tarilib bersa, hozir bu bozor yana dalshi pastlash uchun o'ziga liquidness yig'ib olyapti. Ya'ni bozor endi yana pastga sanchish uchun, dalshi pastga tushib ketish uchun o'ziga bir liquidness yig'ib olyapti deb o'ylayman. Xo'p, yuqoriga qancha ko'tarilmasin, lekin bu mana bu joydan dalshi yuqoriga ko'tarilib ketadi deb o'ylamayman. Xo'p, mana shu joyga chiqsa, sel qilib ko'ramiz. Ну, посмотрим. Narx pastlasa pastladi, pastlamaydigan bo'lsa sliv olamiz. Bo'ldi, всё. Tochka, boshqa narsa yo'q, boshqa variant yo'q. Bu yerda xato qilding, pulingni yo'qotasan. To'g'ri topding, pul ishlaysan. Hammasi juda ham oddiy. Давай kuzatamiz. Говори мне о любви.
который найдут твое сердце, не своим. Теперь шла мои границы. Azizlar, bu yerda sil kirishdan logikasi qanaqa? Nimaga men bu yerda sil bitim ochyapman? Nimaga asoslanib? Xo'p, men o'zimni o'ylashimcha, ya'ni meni o'ylashimcha, ya'ni bu balki xato bo'lishi mumkin, balki bilib bo'lmaydi, bozorda alshi narx yuqoriga balki uchib ketib qolishi ham mumkin. Lekin men hozir bu yerda sil bitim ochayotganim sababi har safar minimum yangilab narx oltin ko'tarilgandan so'ng, normalni ko'tarilib, mana bu yerdagi maksimumlar yangilab bo'lgandan so'ng orqasiga qayerdan impuls boshlanib ko'tarilgan bo'lsa, orqasiga qaytib kelyapti. Bugun ham shunaqa narsa qaytariladi deb o'ylayman. Shuning uchun qaytarilsa kerak deb o'ylayman. Mana shuning uchun mana bu yerda yuqori bunday juda ham kuchli men kutgandek raketa impulsdan so'ng orqaga sekin korreksiya berib pastlash kerak deb o'ylayman. Hozircha pastlash niyati yo'q. Hozircha bizning nazariyamiz o'zini oqlagani yo'q. Kuzatishda davom etamiz, ko'ramiz. Ko'tarilib ketsa, aytganimdek sleeve. Nefex. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. Do'stlar, mana shunday qilib bugungi savdoni yakunlayman. Menimcha yomon daromad bo'lmadi. Mana ko'rishingiz mumkin, $10 depozit, 75 profit, 85 bu hozirgi balansini turgan holati. Mana shu bugungi savdo bo'ldi. Do'stlar, shu bilan bugungi videoga yakun yasayman. Hammaga xayr, hammaga katta profitlar tilayman. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself.